Men bugun kesib ayta olmayman. Biz atrofimizdagi Indoneziya qatorliq jihatlardan 30 yil oldida ekanmiz. Xinjiang. Bizningki odatda bir 4 mo yer va dehqonmi silos besishni biladi hozir. Do'stlar, bayatniyaqi Anvar Boshininki so'zlagan Janubiy Xinjiangdagi shu quruq qurg'oqroq yerlarda o'tchop o'stirish, Shimoliy Xinjiangdagi o'tchop boyliqqa qatorliq jihatlarda alohidliklarni so'zlab, ham shu jarayondagi shu o'tchop orqali baxmichilik, yem-xashak tayyorlash usullarini biroq anglagandan keyin Mao do'stimiz Ganadan ekan, Gana degan davlatdan. Bu yoqmi professor, Gananing professori. Shu davlatga vakolatdan kelgan Jongoga. Shu yerning ma'lum suv oz qurg'oqchilik qilgandan keyin shu o'tchop o'stirish, anandan keyin shu beqish texnikasini men shu Ganadan mablag' solgan korxonachilarni tepib, shu Anvar Boshining texnikalarini Ganaga olib borish orzusi bilan men keldi hozir. Biz silosni, masalan, qo'noqninki silosini asal umumlashtirib etdik Xinjiangning hamma yerida. Masalan, bedining quruq cho'p deymiz. Undan keyin masalan, bashaqliq oilasidagi o't cho'plarning quruq cho'p deymiz. Buni hozir ham odamlar bilalaydigan ham umumlashib ketdi bu texnika. I want to stay in touch with them as I look for partners in Africa. If I set it up in Ghana, there's a big market. Yeah, for all of them. Oh, Africa. The way he bagged his, very nice. We don't have that in Africa. I mean, so. Anvar Boshi bayatın shu xalqaro yig'inda so'zlash jarayonida Sarxilning zavodini, Sarxilning ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatgan ekan. Afrika Ganadami shunda bir zavodimiz bo'lgan bo'lsa deb orzu qilyapti-da. Biz o'zimizni faxrlanib ketparmiz hozir bu yerdan. Biz oldimizga qarasak, Amerika va Braziliya va Argentina va bular 100 yil, 200 yil taraqqiyot bak oldida chorvachilik deb. Keynimiz qarasak, atrofimizdagi Osiyo davlatlari va Afrika davlatlari va oldimizga qarab o'rganyapmiz. Bizga ehtiyojliklar o'rgatyapmiz. Shuning bilan bu taraqqiyotlar degan shunday bo'lgan gapkan. Bizniki Xinjiang chorvachiligini men ham deb boshdan oxir ko'rib kelayotgan odamning birisi. Yani biz 48 yıl oldu bu yo'nalish shug'ullanib. Shuning uchun biz o'zimizga ishinib turib, hozir biz qanchalik saviyada deganni biz bilamiz. Ana o'tgan qanday ishlarni qilishga tegishli deganni biz bilamiz. Shunga mas'uliyatlarda men to'xtamay so'zlab o'tishimdagi qaysi nuqtaliga diqqat qilaylik degan deyishimdagi sabab shu. Biz aqid emas, texmo ilgirlaymiz. Bugungi masalan Indoneziyadan kelganlar bor, Laosdan kelganlar bor. Ba'zan davlatlarda texi endi silosni umumlashtiryapti. Shu. 35 yil oldida G'oljida silos yasashni o'rgatgan. Biz o 30 yilning oldida kelganmiz. Yutib manda qilinglar deb o'chog'ida qabul qilinmagan. Hozir hamda Indoneziya bilan Laos qatorliq mayallarda silosda ma'lum biyalikqa istiqbol bo'lgandan keyin shu cho'plarda silos yasashni o'rgatdi ham umumlashmabdi deqa. Shuni umumlashtirish orzusi bor ekan professorlarning. Biz hisobda atrofimizdagi Indoneziya qatorliq jihatlardan 30 yil oldida ekanmiz Xinjiang. Men bugun kesib ayta olmayman. Bizningki odatda bir 4 mo yer va dehqonmi silos besishni biladi hozir. Mau bo'libmi 5-6 yilni yog'i vitaminlik, mineral moddalarni qitib yasashni bildi. Buni bizningki hozir taraqqiyotmizda buni uya kammat. Yo'q. Indoneziya, Laos atrofdagi davlatlar. Biz endi qanday bo'ldi desa, qo'zininki ayrim, mo'zayning ayrim, onasininki tug'digan bashbashqoch, shunday qilib biz taraqqiyotlar o'tib ketdik. Anandan keyin buningdan o'tibchi desa, bularning yeydigan itizni pokizlab turib, organik yem, yeşil yem ishlab chiqarish ma'ruz ketib boramiz. Bu jihatni hisoblasak bizning 50 yil kaynimizdagi atrofimizdagi davlatlar. Demak, biz o'zimizdan faxrlanyapmiz. Ko'pchilikka rahmat. Thank you. Thank you.